Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Uy sharoitida qish oyi nishk biznes etsa bo'ladi deganlara zo'r biznes turini aytib o'taman. Ya'ni uy sharoitida pomidor ko'chat yetishtirish, ya'ni 3 xil nav ekamiz hozir testatib ko'ramiz. 3 xil nav pomidor ko'chatini ekamiz, ya'ni bunga bir tur, bunga bir tur, bunga bir turini ekamiz. Xullas bu narsalar tekin bilaman, hammaning uyida chiqadi bunchaki vajlar. İşinin vajlari arkasından dövüş çıkan çünkü 3 yerinden 4 yerinden dövüşemiz. Bo'lmasa ko'chatimiz tez o'njaymaydi. Yurtdoshlar xullas buni nishatib ekiladi, nishatib dövüşiladi. Buni hamma videosini aytib o'taman video davomida. Birinchi o'rinda bizlarga kerak bo'ladi idish kerak bo'ladi. Idish bilaman hammaning uyida bor. Hozir buni video davomida birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tib beraman aziz yurtdoshlar. Yurtdoshlar videoni oxirigacha ko'ramiz, hamma ma'lumotga ega bo'lamiz. Birinchi o'rinda ishini mexi qizdirib olamizdan ishatib arkasından sunnatimiz. Gördüysizmi aziz yurtdoshlar, xo'shroy bo'lib dövüşiladi aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmay ko'rishlar mumkin. Chotki bo'lib dövüşib chiqarilayotir. Bu ideyani men ham internetdan, ya'ni Xitoy davlatidagilardan ko'rdim. Meni ko'rishlar 3 yerdan dövüştib, o'rtasidan birini dövüşib qo'yamiz. Chunki 4 yerinden dövüşsek zakonli havo aynaladi bu. 4 yerinden 5 yerinden dövüşüp koyaramiz yurtdoshlar. Bunun hech qanaqa zarar taraflari yo'q yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmay bir qizdirsansizlar bo'ldi, buni o'zi dövüşüp chiqaverasiz. Avvallar bilasizlar, tovuqli vajlarda yaqib berib, yanib ketib yaroqsiz holatga kelib qoladi bu vajlar. Endi unchaki narsa yo'q yurtdoshlar. Ko'rishlar mumkin. Meni zakonati dövüşdü. 2, 4, 6, 7 yerinden dövüştü. Çotki bo'lib chiqdi. Bu da yani. Xullas buni hozir dövüşüp ko'rsatamiz. Prosto hozir yurtdoshlar, xullas hozir buni qizdirish kerak. Hozir qizdirib yana bir narsaga ko'rsatib beramiz. Xullas hozir yana qizdirib keldik. Xullas yana ko'rishlar mumkin. Dövüşib turibdi. Oson, uning qiyin narsa emas. Ko'pchilik bilaman uyinda bor bu vas, mix bor, bu idish ham topiladi. Zakoniyatib dövüşüp chiqsansizlar, xudo xolasa ko'chat yetishtirishda muammo bo'lmaydi. Qish oyi aynaning eldi, ya'ni aynaning eldinda qo'yib yetishtiriladi bu ko'chat asosan. Buni yetishtirib yurganlar o'zi yaxshi biladi, nechta foydasi bor buni. Chunki bahor oyi sotinamiz, buni uyingizda yetishtirib bemalol bozorlarga chiqib satsangiz bo'ladi bu ko'chati. Ko'rishlar mumkin. İşatib havo aynalashi uchun ham asosan dövüşük havo aynalashi uchun bo'ladi bu dövüşük. Agarda boshqa yo'llar ham bo'lsa, sekretli yo'llar bo'lsa, обязательно kommentariyga yozib ketinglar. Ko'rishlar mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q bu dövüşük masalasida. Bo'ldi, bu dövüşgan bo'ladi, yine zakonli bo'lib dövüşildi. Video davomida ko'ringlar. Buni nishat dövüşamiz deganlar, buni ham обязательно video etaman hozir. Xullas yurtdoshlar, buni nishk dövüşiladi deganlara buni ham yana dövüşib ko'rsatib beraman. Ya'ni ishlatib buni sukasilar dövüşiladi yine. Ko'rdingizmi, yana dövüşiladi. Prosti paketi borligi uchun yaxshi dövüşilmadi. Buni ham do'llasa bo'ladi. Xullas kamera bir qo'limda, kamera bir qo'limda bu bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, yana ishining dövüşiladi. Dövüşib bo'lib video aytaman hozir. Xullas aziz yurtdoshlar, yana görüşler mümkün, yine dövüşüldü. Bulan dövüşüldü. Bon taraf ham dövüşüldü. Xullas buna indi 3 xil nav ekiladi. Kommentariyga yozing, endi nishk nav ekiladi yonni, ya'ni nav sizlarning nimalaringizda e'tirozlaringizda, ya'ni aytgan navlarga ko'ramiz. Ya'ni qalamcha ko'chating turi deyiladi nav degani. Xullas yozinglar, nishk qalamcha ko'chat ekish kerak buna. Ko'chat emas, tuxum ekamizda ko'chat etib yetishtiramiz. Kommentariyga yozinglar, siz nima desangizlar biz ham shuni yetishtirib beramiz aziz yurtdoshlar.